Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Tramp va Zelenskiy uchrashuvining vaqti e'lon qilindi. AQSh prezidenti Donald Tramp yakshanba kuni Florida shtatida Vladimir Zelenskiy bilan uchrashadi, deb xabar berdi Oq uy. Amerika yetakchisi Tramp Zelenskiy bilan ikki tomonlama uchrashuvni Palm Beach shahrida tushdan keyin soat 3 da o'tkazadi. AQSh prezidenti avvalroq Florida shtatidagi uchrashuv Zelenskiy bilan kelishuvga erishish ehtimolini yuqori baholagan edi. Uchrashuv vaqti aniq bo'lishidan avval Tramp Vladimir Zelenskiyning Ukrainadagi mojaroni tartibga solish bo'yicha takliflari uning roziligisiz ahamiyatga ega emasligini aytgan. Shunga qaramay, u bu dam olish kunlari samarali uchrashuv bo'lishiga ishonch bildirgan. Biroq uning joyi va vaqti haqida aniq ma'lumot bermagan edi. Shuningdek, yaqin orada Vladimir Putin bilan ham suhbatlashishni rejalashtirayotganini qo'shimcha qilgan. Juma kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rahbarining o'rinbosari Sergey Ryablovning aytishicha, Kiyevning mojaroni hal qilish rejasi AQSh tomoni bilan muhokama qilinayotgan rejadan keskin farq qiladi. Eslatib o'tamiz, dekabr oyi boshida Putin Kremlda AQSh prezidentining maxsus vakili Steve Witkoff va Trampning kuyovi Jared Kushnerni qabul qilgan. Tomonlar taxminan 5 soat davomida tinchlik tashabbusining mohiyatini muhokama qilgan, biroq murosali variant topa olmagan. Keyinchalik prezident ma'lum qilishicha, Washington dastlabki rejadagi 27 bandni 4 ta paketga bo'lib, ularni alohida ko'rib chiqishni taklif qilgan. U deyarli har bir bandni ko'rib chiqqanini va Moskva rozi bo'lmagan masalalar borligini aniqlashtirgan. Shundan so'ng Berlin shahrida AQSh va Ukraina delegatsiyalari o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tdi. Xabarlarga ko'ra, ular yakunida G'arb davlatlari NATO nizomining 5-moddasi turidagi xavfsizlik kafolatlarini berishga rozi bo'lgan. Buning evaziga amerikaliklar Kiyevdan hududiy yon berishlarini talab qilgan, deb ta'kidlagan Polsha bosh vaziri Donald Tusk. O'tgan dam olish kunlari RFP rahbari Dmitriyev Mayami shahrida Uitkov va Kushner bilan yana 2 raund muzokara o'tkazdi. Kreml xabariga ko'ra, Rossiya maxsus vakiliga Washingtonning ukrainlar va yevropaliklar bilan bo'lgan aloqalari haqida ma'lumot berilgan. Prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, Moskva olingan ma'lumotlar asosida mojaroni tartibga solish bo'yicha keyingi pozitsiyasini shakllantiradi, biroq ularning mazmuni oshkor etilmaydi. Yevropa ittifoqi Tramp va Zelenskiy uchrashuvidan xavotirda. CNN nashrining xabariga ko'ra, Yevropa Tramp Zelenskiy bilan uchrashuvda o'zini oldindan aytib bo'lmaydigan tarzda tutishidan qo'rqishmoqda. Yevropada Vladimir Zelenskiyning AQSh prezidenti Donald Tramp bilan ehtimoliy uchrashuvi kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan xavotir bildirilmoqda. Yevropa va AQSh manbalari xabar berishicha, Yevropa ittifoqi yetakchilari ushbu uchrashuvda ishtirok etmaydi. Mazkur holatda Tramp bilan har doim risk qilishga to'g'ri keladi, deya NATO vakillaridan birining so'zlari keltirilgan maqolada. Yevropaliklar uchrashuv ijobiy o'tishini kutishmoqda, chunki ular AQSh va Ukraina o'rtasidagi hozirgi munosabatlar dinamikasini samarali deb hisoblashadi. Shunga qaramasdan, ular Tramp bilan bo'ladigan har qanday uchrashuvning natijasi oldindan aytib bo'lmasligini tan olishmoqda. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.